Dunyodagi eng baxtli inson bo'lgan onangiz qaramoqda, vaqt esa shafqatsiz. Qadriga yetting bugun, ertaga kech bo'lishi mumkin. Onangizni qadrlang, ko'zlari cho'q ekan, bir kun chaqirsangiz ham javob bermas ekan. Onaga nur bog'lasangiz ovozingiz yetmas ekan. Onangizni qadrlang, bu dunyo o'tkinchi ekan. Bir kun boshi qoladi u doim kutgan xonalar, sizni duo qilgan merlarga to'la qo'llar. Shunda rasmlariga termulib ko'z yosh to'kasiz. Nojon sizni yaxshi ko'raman deb afsus chekasiz. Lekin vaqt ortga qaytmaydi, armonlar qoladi, aytilmagan so'zlar yurakni ezib boradi. Bugun yoniga boring, holidan xabar oling. Onangiz bor ekan dunyodagi eng boy inson siz. Onamni qadrlar, jannat kaliti ular. Har duoda siz uchun otilgan samolar. Bir kun sog'inib yig'lamam qabri boshlarida. Onangizni qadrlang tiriklik chog'larida. Onangizni qadrlang tiriklik chog'larida.